Ishlayotgan odam magistraturada o'qish haqida o'ylaganda uni odatda 3 ta savol to'xtatadi. Birinchisi vaqt. Menda 2 yil o'qishga vaqt bor. Ikkinchisi ish. Ishini tashlab o'qiy olamanmi? Uchinchisi foyda. Bu o'zi menga kerakmi? Demak, Udayaning loyiha boshqaruvi bilan siz uchala savolga ham javob topasiz. Birinchisi vaqt 2 yil emas, 1 yil. Ikkinchisi ish. Dastur aynan ishlab o'qishga moslashtirilgan. Uchinchisi foyda. Siz bu yerda eng muhim ko'nikmalarni, ya'ni bank sohasi, qurilish sohasi yoki IT, biznes texnologiyalar bo'lsin, hammasini jamlangan holatda ko'nikma tarzida o'zingizda shakllantirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, Udaya bilan hammasi juda ham oson va bu ham ishlab, ham o'qishni istagan inson uchun eng oqilona tanlov. Birinchidan vaqtni yutasiz, ikkinchidan magistratura darajasini qo'lga kiritasiz va boya aytganimdek ko'nikmalarni o'zingizda shakllantirasiz. Batafsil ma'lumotni udaya.uz saytidan olishingiz mumkin bo'ladi.